Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasida ko'rishinglarni qisqadan qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy tashviqot qurollari va boshqa turli usullar orqali Şərq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka selish jinoyatini inkor qilishni izchil davomlashtirmoqda. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin məsullары Xitayning bayonlariga keskin raddiya berish orqali Xitayning saxta əbdi beşirisini içib tashlab, yana bir tarafdan Xitoy tashviqotiga mos jamoat fikrining shakllanishning oldini olmoqda. Tajovuzchi Xitoy bu qatimqi 14-navbatli xalq qurultayiga qatnashgan atalmish Uyg'ur vakillarini so'zlatgan bo'lib, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining 14-navbatlik mamlakatli xalq qurultayi vakillari payshanba kuni atalmish Şinjanning paxta sanoatida majburiy emgakning yo'qligini o'tirib qo'yib, Xitoyni oqlash vazifasini ijro qilgan. Atalmish Şinjanning janubidagi Korli shahrining Luntay naisi Soy mahalla yezisining partiya komiteti sekretari Akram Mamtimin Xitoy kundalik yezisining muxbirining Amerika yo'lga qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga qarata ko'z qarashi haqida so'ragan savoliga bergan javobida ular paxta terishga muhtoj, majburlashga ehtiyoji yo'q. Ular paxta terib, mo'l usul oladiganligini biladi. Terish mashinalashgan bo'lib, odam kuchi ishlatilmaydi. Yezidagi insonlar paxta ishlab chiqarish orqali turmushini qamdaydi. Men asosiy qatlamdagi bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan ko'nglimdagi gapni qilsam, oppoq paxtalar bizning kirim manbasimiz. Biz paxta terib, pul tepib, mashina setib olamiz, uy setib olamiz, o'zimizning turmushini yaxshilaymiz. Biz yerimizni terib, paxtamizni yig'ib, turmushimizni yaxshilasak, majburlanishga ehtiyojimiz bo'lamdi deyish orqali Xitoyni gunohsiz ko'rsatib, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni majburiy emgakka selish qilmishini inkor qilishga tirishgan. Xitoy Xalq siyosiy maslahat kengashi atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik komitetining muavin raisi Jin Jijin Şinjan oldingi asrning 90-yillaridan buyon Xitoydagi eng chong paxta ishlab chiqarish bazasi bo'lib keldi. Hamda yillik ishlab chiqarish miqdori uda 5 yil 5 million tonnadan oshib ketdi. Paxta sanoatining taraqqiyoti to'qimachilik, dehqonchilik mashinalari qatorliq munosabatli kasblarning taraqqiyotiga yordam bera Bu yerlik kishilarga texnik ko'p xizmat fursati yaratib, kirimni oshira oladi. Amerika atalmish Şinjanning taraqqiyotini cheklash orqali Xitoyning taraqqiyotini kontrol qilishni maqsad qiladi degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin Ali apandi 9 mart kuni buningga ijtimoiy axborot supsi X'da qattiq raddiya berib, qurbonni tiriltirib yoki mazirdan chiqarib, o'limidan qotilning javobgar emasligi ifodasini bildirgan insonning teni tikan bo'lg'idek ssenariyni faraz qiling. Marhumning hokim va sudchilarning oldida qul qilinganligidan baxtli bo'lganligini, qatl qilinishiga qotillarning emas, o'zlarining javobgar ekanligini qayta ta'kidlashi insonni cho'chitgidek ko'rinish, qo'rqinch va ishonchsizlik tuyg'usini uyg'otadi. Qotilning reallikni bunday qo'rqinchli usulda kontrol qilishga jur'at qilishi haqiqatan kishini andishiga soladi. Sharq Turkistondagi Uyg'urlar duch kelgan vahshiyliklardan olqib ketalaydigan, aqlga sig'maydigan qabohatlik tush bormi? dedi. Yevropa Ittifoqi seshanba kuni majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan tovarlarni cheklash to'g'risida vaqtliq kelishim hosil qilib, Xitoyni nazarda tutib chiqarilgan qonunlarni ilgari suradiganligini bildirgan. Janubiy Xitoy Ataganlik pochtasining 5 mart kunidagi xabariga qaraganda, Yevropa parlamenti va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar kengashining tasdiqidan o'tishga tegishli bu cheklash buyrug'i Yevropa komiteti tayyorlagan sonliq ma'lumot ombiriga asosan davlat qo'llagan majburiy emgak kuchi ishlatiladigan alohida iqtisodiy sohani nishon qiladi ekan. Bu taklif Xitoy e'tirof qilmaydigan atalmish Şinjanda Xitoy davlati qo'llagan majburiy emgak to'g'risidagi keng ayblashlardan keyin berilgan. Dünya Savdo Tashkilotining qoidasiga amal qilish lozim bo'lganlikdan Xitoyning ismi hujjatga kirgizilmagan. Bu cheklash Yevropa Ittifoqini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi majburiy emgakdan ishlangan mahsulotlarga mos keladigan bo'lib, faqat atalmish Şinjanda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni nishon qilgan Amerikaning cheklamasiga o'xshamaydi ekan. Suhbatga qatnashuvchilar bu cheklamani kimning ijro qilganligi to'g'risida to'qinishgan. Seshanba kuni komissiya manbalarining aytishicha, a'zo davlatlar bu cheklimani ijro qilish uchun texnik ko'p xodimlarga muhtoj ekan. Undaq bo'lmaganda bu faqat ijro qilinadigan bir temaga aylanib qoladi ekan. Parlament a'zolari bilan kengash diplomatlari o'rtasida hosil qilingan kelishimning bir qismi sifatida komissiya agar Yevropa Ittifoqining sirtida gumon paydo bo'lsa, shirkat ta'minlash zanjirini tekshirib ekan. Ayrim a'zo davlatlar ittifoq ichidagi o'rnaklarni tekshirib ekan.
Yevropa İttifaqının prezidentlik vazifasini ötəyotgan Belgiyaның muavin baş ministri Pierre-Yves Dermange bu çekleşni aldınғы orunga qo'yishning ahamiyatini ta'kidlab, 21. asrda dunyoda qulluq va majburiy emgakning mavjudligi kishini cho'chitadi. Bu qabih jinoyatni yo'qotish kerak. Buni amalga oshirishning birinchi qadami ishchilarni ekspluatatsiya qiladigan shirkatlarning savdo endüstrisini buzish. Tekshirishda ta'minlash zanjirida majburiy emgakning borligi bayqalsa, doiralar molni setishdan chekindirib, chegarada tutib qolishni talab qiladi. Majburiy emgakni iz qo'g'lab yo'qotmaguncha tutib qilinadi degan. Xitoy Amerikani Xitoyni bostirish bilan ayblagan. Ko'p qutbli dunyoning muhimligini ta'kidlab, Rossiya bilan bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirish to'g'risida va'da bergan. Muhofizachilar xabar to'rining 7 mart kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikani Xitoy shirkatlariga tushuniksiz kishini hayron qoldirgan darajada besim ishlatdi. Va'dasiga amal qilmadi. Xitoyni bostirishga havas qildi deb ayblab, haddidan oshgan. Wang payshanba kuni so'z qilib, Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi munosabatning halqaliq ekanligini, ammo kelgusi bir necha oy ichida Rossiya bilan bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirib kuchaytirganligini aytgan. Wang Xitoy katibashi Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning atalmış strategik yetakchiligini maqtab, ikki davlat savdosining o'tgan yili 240 milliard dollarga chiqqanligini aytgan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan boshlab, Rossiyaning Xitoyga gaz eksporti ko'paygan. Natijada Yevropaning jazosi keltirib chiqaradigan ziyonni azaytgan. Xitoy bultur Rossiyaga 841 mingdan ortiq mashina setib, Rossiyani Xitoy mashina ishlab chiqaruvchilarning eng chong eksport bozoriga aylantirgan. Rossiyaga qilgan eksport umumiy summasi 2022 yildagiga solishtirganda 54% oshgan. Beijing Rossiyaning tajovuzchiligidan buyon Moskvani diplomatik va iqtisodiy jihatdan qo'llab, g'arb davlatlarining rahbarlarini umidsizlantirgan. Wang payshanba kuni Xitoy Rossiya munosabati ko'p qutblish yo'nalishiga qarab ilgarilamoqda degan. Sharq Turkiston Surgundi parlamenti 2024 yillik Ramazon tabriknomasini omma bilan o'rtoqlashdi. Tabriknomada mundaq deyildi: Hurmatli Sharq Turkiston muhojirlarining Ramazon oyi qutlug' bo'lsin. Muborak Ramazon oyining yetib kelish arafasida Surgundagi Sharq Turkiston parlamenti bo'lish sifatimiz bilan qadrli Sharq Turkiston xalqining barliq a'zolariga Ramazonlik samimiy salomimizni yo'llaymiz. Ramazon dunyodagi musulmonlar uchun cho'nqur ma'naviy o'ylanish, o'z-o'zini tartibga solish va ummat istiqboli shundoqla mazlumlar haqqi uchun birlashish paytidir. Bu alayda bir muqaddas davr bo'lib, bu jarayonda biz Alloh bilan bo'lgan aloqamizni qaytadan kuchaytiramiz, kamchiliklarimizni to'liqlaymiz va rahimdillik, kengqusoqlik, ittifoqlik qatorliq qimmat qarashlarni gavdalantirishga, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun iymonimizni texmo changitishga tirishamiz. Suyimlik vatanimizdan kelgan ichinishli xabarlar va texicha davomlashayotgan Xitoy zulmi shundoqla irqiy qirg'inchilikqa birlashgan davlatlarning bo'libmi musulmonlar ko'p yashaydigan davlatlarning ko'z yumayotgan bir paytida Ramazonni kutib olish biz muhojiratga Sharq Turkistonliklar uchun cho'nqur ahamiyatga ega. Ramazon bizning o'rtaq meroslarimizni, madaniyat, kimliklarimizni va xalqimiz uchun adolat, erkinlik, e'tiqod va izzat-hurmat prinsiplarini saqlab qolishda bergan va'damizda tavranmay turganligimizni eslatadi. Biz duch keladigan xirislar va qiyinchiliklarga qaramay, ajdodlarimizning vatanparvarlik ruhi, qaysarligi va botirligidan avlodma-avlod sinoq va musibatlar ichida Ramazon ruhini saqlab kelgan kuch-quvvatdan yana bir qatim kuch olaylik. Biz surgundagi Sharq Turkistonliklar sifatida birlashib, ittifoqlashib, bir-birimizga oq ko'ngil, kuyimchan va rostchil bo'lib, mustaqillik ko'rishimizni tavranmas irodamiz bilan adoqqicha qo'llaylik. Bu ming oydan yaxshi Ramazonda biz ikki shahvatdan ro'za tutib qolmay, yana passivlik, adovat, xiyonat, nafs balasi va bo'linishdan yiroq turaylik. Aksicha kechirim qilish, his-tashlik qilish va tushunish fazilatini namoyon qilib, muhojiratdagi hayotimizda bo'lsa-mu, inoqlik va ittifoqlik kayfiyatini yetildiraylik. Ramazonni bu so'g'imizda kutayotgan mushu paytlarda ulug' Rabbimiz Allohdan Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizning baxt saodati, ozodligi va vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun umrlik, inoqlik, tavfiq va osonlik tilaymiz. Bizning o'rtaq tirishchanliklarimiz va qat'iy irodamiz hammalarga adolat, erkinlik va gullanish hukmronlik qiladigan
parlaq kelgusiga, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligiga yo'l ochqusi. Biz Sharq Turkiston surgundi hukumati parlamentiga vakolatan sizlar va yaqinlaringiz uchun mo'l baxt saodatga to'lgan muborak Ramazonda texmi ko'p ma'naviy ma'rifat, mustaqillik irodasi va inoqlikni tilaymiz. Xo'sh kelding ey Ramazon. Cho'nqur muhabbat bilan Sharq Turkiston surgundi parlamenti. Nobel Adabiyot mukofotiga sazovor dunyoviy adiblardan mashhur yozuvchi Najib Mahfuz olim ulamolarda chirigilik ko'rilishi g'aflat besishdan, yo'qsillarning va yo'lboshchilarning chiriklashishi munofiqlikdan kelib chiqadi deb yozgan. Agar siyosiy sezgirlik va qatliamga qarshi o'rtaq ovoz birligi, ishg'oliyatga qarta siyosiy mavqe birligi shakllanmasa, ulamo va ziyoli turkumlardan bu xususga qarta haqqoniy tutum, pozitsiya va maydon ifodalanmasa, aksicha dasturxon ittifoqchiligini, shakli birlashish kelishimlarini sürdürüş bedeliga millatning mavjudlik krizislariga ziyonliq rol o'ynaydigan taraflaridami ko'z yumib olib, sukutni tanlab yashayverishdek jonsozlikni davomlashtiraversa, buning qabohati va mas'uliyati ham vijdon tarafidan, ham tarix tarafidan, hamda millat tarafidan cho'qim so'roqlanmay, tarixga yozilmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki mas'uliyatsizlarcha sukut qilib o'tkazayotganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorliq xususlardan hisob so'rag'ichi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi surishtisi qilinmay qolmaydi. Takasur surasining 8-oyatida har bir ne'matdan jazman savol so'roq qilinsizlar deyilgan. Burhan Muhammadning millat zulm ostida emas, qirg'inchilikda nomli maqolasidan elindi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.